Oy tanaffusdan keyin akalar men yana trakka qaytdim. Sizlarga mana shu kabinaning ichidan polni xudo xolasa videolar olishni boshlayman xudo xolasa dedim-da, menga bemalol ishonib pulinglarni topshirsanglar bo'ladi va sizlar qiladigan eng ideal ishinglarni boshlayveringlar mana shu yerda. Ya'ni qanaqa ish desanglar, qarg'ash, faqat ayblash yoki hate yozish, yig'ishtirib yursa bo'lmasmikindan yengil boshlayverasizlar. Axir meni polni nechdan 1.800.000 tami ozoda, ideal, umuman kamchilik yo'q insonlar kuzatadi-yu. Izatsiyalar hozir kimdir yozadi. Sinfda Evil Shoh o'shaning uchun trakka chiqibdi deb. Shu jiketimni qadrdonlar, men Amerikaga kelishdan oldin yo'lda olganman. 3 yildan o'tdi bu jiketni olganimga, hali ham tirik, hali ham mavjud, hali ham men uchun bu jiket qadrdon. Matlari chirib ketgan bo'lsa ham mon qaranglar. Bilsanglar, puldor odamlar oddiy yurishni yaxshi ko'rishadi. Oxirgi tursigini ham kreditga olganlar esa yaltir-yultir qilib, qanaqa qilib bo'lsa ham o'ziga e'tibor jalb qilishni yaxshi ko'rishadi. Mana 4 oy oldin olingan Roltonlar hali ham turibdi ekan, billat to'kilib ketdi. Bu degani 3 kunlik ovqatim bor degani, eng qizig'i buni Ulug'bek olgan. Ulug'bek Roltonlaringizga rozi bo'lasiz. Shoh pas ekan, qoniga pul ayedi ekan, pas, jalob.